Sergeli atrofidan kottej olaman, под ключ varianti degan okalar. Bu video sizlar uchun maxsus. Sergeli suvda yonida 5 ta joylashgan 2 etajli 3 ruvelli 2 sotkali kottejimizni sizlarga to'liq video davomida ko'rsatib beraman. Ko'cha tarafidan ko'rsatib beradigan bo'lsam, yo'lni yuzidan kelasizlar, xonadonlarimizni qaranglar okalar. Hammasi premium klassda mana shu kottejlarimizni sotuvga chiqadi. Под ключ varianti qilingan, ko'cha taraflarini ideal variantda qilib qo'yilgan. Okalar shart-sharoitlar juda ham zo'r. Hamma shart-sharoitlar qilib qo'yilgan. Gaz, suv, svet umuman muammosiz. Kirib kelganimizda bitta mashina uchun joy, zilonli zonalarimizni, bu yoq tarafimizda okalar letniy kuxnyamiz joylashgan bo'ladi. Endi sizlarga uyimizning bitta ichkari qismidan ko'rsatib beraman. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Hamma shart-sharoitlari qilingan. Uyimizning ichkari qismidan o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yinglar. Uyimizga kirib kelganimizda katta holimiz joylashgan bo'ladi. Bu yoq tarafimizda oshxonamiz joylashgan. Hamma qulayliklari bor. Mebel texnikani kelishilgan holda qilib beriladi. Panoramik oynalarini qilib qo'yilgan okalar. Bu yoq tarafimizda zalimiz joylashgan bo'ladi. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yinglar. Remontlariga отдельно baho berib qo'yasizlar. Hamma shart-sharoitlari qilingan. Juda ham ideal variantda qilingan. Shart-sharoitlari juda ham zo'r. Bu yoq tarafimizda sanuzelimiz joylashgan bo'ladi. Katta qilib qo'yilgan. Bemalol kelib 2-3 ta oila yashasa bo'ladigan variantda. Bu yog'imizda взрослый spalniy variant foydalanasizlar. Bu yoq tarafimizdan kechqurun havo aylanish uchun juda ham zo'r variantda qilib qo'yilgan. Podvalimizni okalar sizlarga bitta ko'rsatib beradigan bo'lsam, selli podval qilib qo'yilgan. Bolalarimiz uchun o'ynash uchun o'yingoh qilib qo'ysanglar juda ham ideal. Bilyardlarni qo'yib qo'yib, yana bitta xonasi bor. O'zingizlar ko'rib qo'yinglar. Okalar shart-sharoitlar juda ham zo'r qilib qo'yilgan. Endi sizlarga ikkinchi etajimizni ko'rsatib beradigan bo'lsam, o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Ikkinchi etajimizni sizlarga to'liq video davomida ko'rsatib beradigan bo'lsam, chiqib kelamiz, katta holimiz joylashgan bo'ladi. Bu yog'imizda balkon qismimiz joylashgan bo'ladi. Havo aylanish uchun juda ham zo'r. Bemalol kechqurunlari chiqib, havo aylanish uchun, nafas olish uchun juda ham zo'r qilib qo'yilgan. Yonginasida bitta detskiy spalnimiz, bu yog'imizni qizlar uchun qilib qo'ysanglar juda ham zo'r bo'ladi. Iriga отдельно baho berib qo'yasizlar. Gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammosiz. Bu yog'imizni zal sifatida foydalansanglar juda ham zo'r bo'ladi. Havo aylanish uchun ikkita oynalarimizni qilib qo'yilgan. Uylarimiz yorug', keng, fayzli shinam bo'ladi. Eng oxirgi xonalarimizdan bittasi bu sanuzel qismimizni bitta ko'rsatib o'taman. Endi sizlarga eng oxirgi xonamizni ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, spalnimizni, bu yog'imizni bolalarimiz uchun qilib qo'ysanglar juda ham zo'r bo'ladi. Bu yog'imizda ko'chaga qaragan oynalari bor. Havo aylanish uchun juda ham zo'r. Shu ko'rib o'tgan xonadonimizni sizlarga 245 ming dollarga beramiz. Pastda egalar nomerini qoldiraman, o'zingizlar bog'lanib, batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Atrofida maktab, bog'cha, magazin, masjid nima desanglar 200-300 metr masofada joylashgan bo'ladi. Hamma qulayliklari bilan qilib qo'yilgan. Под ключ xonadonimizni pastda egalar nomerini qoldiraman, o'zingizlar bog'lanib, batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi.